Assalomu alaykum birodarlar. Mana bir darvozamiz sizlarga hozir fonni ko'rsatib o'tamiz. Bir ahamiyat beramiz darvozalarga. Darvozamizning holatlari. Videomizni kuzatib boramiz. Videomiz davomida materiallarini ham aytib o'tamiz. Xudo xolasa darvozamiz Oltiariq tumaniga kelib o'z egalariga kelib topshirildi. Juda ham chiroyli holatda kelib topshirildi. Zamoklar har doim shu Apek zamok, rossiyskiy zamoklarni qo'yib berdik. Nejvinkalari oq oynak sivat bo'ldi. Mana bemalol sochlaringni hamma yo'lda ko'rib bemalol xonadonimizga chiroyli yuz bilan kirib ketilaveradi. Endi bu darvozamiz materialiga kelib o'tsak, darvozamiz materiali qirg'oqda 8 ga 8 profili 1.7 lik qalinlikda, 6 ga 4 profilimiz 1.7 lik qalinlikda, 6 ga 4 profilimiz lislari 1.3 lik qalinligida. Nejliminga oynakli bo'ldi. Juda chiroyli tushdi. O'zida mokra asfalt sifat bo'lib juda chiroyli kraskasiga o'z yarashib turibdi. Mana darvozamizda holati sizlarga hozir arqa tomoni u eshiklarimiz ochilib yopilishlarini ko'rsataman. Eshiklarimiz ochilib yopilishlari. Aka-ukalar nima deyapti? Bitta barmoq. Nima deyapti aka-ukalar eshiklar? Shum yo'q, ortiqcha muammo yo'q. Juda chiroyli. Darvozamiz holati arqa tomonni ko'rsatib o'tamiz. Arqa tomoni tekis bo'lib yasaladi. Mana hozir qurib o'tdik. Arqa tomon ko'rinishi darvozamizda. Arqa tomon ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi darvozamizda. Agar двойной deganga двойной qilib beramiz. Oldi orqalarni bir xil qilib. Qirg'oqda 8 ga 8 qalinligi. Tagiga shivililar qo'yib beramiz aka. Qalin shivililar, yarim santlik qalinlik bo'ladi. Murojaat uchun telefon raqamimizni ekranimizga qo'yamiz. Kimga kim shunday darvoza istab qolsa bemalol telefon qilib ma'lumot olishlaring mumkin. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayrlashmaymiz. Ko'rishamiz xudo xolasa. Doim salomat bo'linglar.